Assalomu alaykum akalar. 65-115 yevro kamasimiz sotiladi. Akamiz ham xotinga mehr beryapti, texnikasiga mehr bergan ekan. Hozir aka obzorni qilib beraman texnikasini. Ko'rib mazza qiling aka. Xo'p, aka 10 ta balonni yangi yevro qo'yib qo'ygan ekan aka. Go'zalidan hali hech qancha ishlamadi deyapti. Mashina 0 dan 100 gacha polностью qarab qo'yilgan ekan, mehr berib qo'yilgan ekan. Salonlarini qarang, mashalloh aka, tifini qilib, lilionlarini qarang. Chorilar, bunaqa sillarga chig'urlar bosib qo'yishgan ekan, xudo xolasa aka. Ramasida, boshqa joylarida svarkasi ulangan, boshqa joylari yo'q. Kuzovlar ham aka hech qancha ishlamagan. Shishkasi ham, yong'og'i ham yo'q, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, korobkalarni polностью yangi qo'yib qo'ygan ekan akamiz. Mostda, korobkada luft yo'q, skordan chiqib ketmaydi, yog' tommaydi, boshqa qilmaydi deb turib akalarimiz egasi ma'lumotini beryapti aka. Mana motor holatlari xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Tezda texnikaga mehr berib qo'yilgan. Ikkita akkumulyatorni yangi qo'yib qo'ydim, kecha qo'ydim deyapti. Havolarda utechkasi, boshqa joylari yo'q, yog' tomgan joylari. Polностью aytib o'tganimdek aka, 10 ta balonni yevro 5 kamer nokidan qo'yib qo'yilgan. Aka texnika 2000-yil 65-115 Samasval Zavodskoy. Aka narxini 23 ming dollar kami bor, kelishamiz deyapti. Xudo xolasa aka qo'yniga yo'l topib ko'rsanglar o'tib beradi yaxshi pulga.